Shayxontohur tumani aloqa mahallaga kelganmiz. Shunda afsonani yonida o'rtada bitta xonadon bor. Undan keyingi xonadon sotuvga chiqyapti. 3,5 sotiq to'g'ri burchak bemalol bu yoqqa ikkita yonma-yon uchastkalarni qurib olsangiz bo'ladi. Xohlasangiz bitta katta uchastka ham qurib qo'ysangiz bo'ladi. 10 ta xonasi bor, 5 ta sanuzuli bor. Endi kirib ko'rsatib o'tirmadim. Qolgan odam baribir yoki buzib tashlab uchastka quradi, yoki chiroyli kattakon mehmonxona qurib qo'ysa ham, katta ko'chadan mana 150 metr kirganingizda ko'chaning ichidagi birinchi liniyada uchastkamiz joylashgan. Aytganimdek 3,5 sotiqli uchastkaga 225 ming so'rayaptilar. Yana egalari to'g'risi pulni yaxshi ko'radigan odam ekanlar. Kelishsin, ko'rsin, yana tepasida gaplashamiz deyaptilar. Videoning ostiga egalarning raqamini yozib qo'yganmiz. Aloqa mahalladagi shu uchastkamizni egalarini o'zlaridan baraka qilib olsanglar bo'ladi. Shunaqa yaxshi mahallalardan faizli uchastkalarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin.